Mana ko'rishingiz mumkin, operatsiya bo'lganiga 20 kun bo'lgan quloq, hech qayerda chok yo'q, izi yo'q, shram yo'q. Hammasi quloqning ichidan bajarilgan. Mana endi quloq pardasini ko'rsatamiz. 20 kunlik natija. Mana quloqning pardasi ideal holatda bitgan. O'sha qon tomirlar o'sib, o'zlarini pardalaridek bo'lib ketgan. Xola, eshitishlar qanaqa? Eshitish yaxshi, hozir tekshirganimizda eshitish bor, oldin yo'q edi bu quloqimda eshitish. Hozir eshityapsiz. Bu endi 20 kunlik natija. Xudo xolasa bundan keyin yana kundan kunga yaxshilanib boraveradi. Biz hozir tashqi tarafdagi gubkalarni olib tashladik. Bu quloqning orqasida bo'lsa amerikanskiy o'zi so'riladigan gubkalar bor. Ular 2-3 oy davomida so'rilib ketadi. Kundan kunga ish yaxshilanib boradi. Operatsiya paytida qiynalmadingizmi? Sizda ham burun operatsiyasi bo'lgan, ham gaymalit operatsiyasi bo'lgan, ham quloq operatsiyasi bo'lgan. Ham burun bor. Ham 4 operatsiya. 4 operatsiya bo'lgan. Qiynalmadingizmi? Yo'q, juda ham yaxshi edi. Og'riqlar bo'lmadimi? Yo'q, og'riq bo'lgan yo'q. Sezilmadi hech narsa. Umuman og'riq sezganim yo'q. Operatsiyadan keyin ham qiynalmadingizmi? Yo'q, yo'q. Yaxshi. Nima tavsiya qilasiz? Mana necha yildan beri quloq oqishi, og'rishi bilan yurgan edingiz. Burundagi muammolar bilan yuruvdingiz. Kelib qildirgan yaxshimi, yuvib chayib yudirgan yaxshimi? Yo'q, qildirish kerak ekan, vaqtida qildirish kerak. Muddat o'tib ketgandan keyin kelganda ancha vaqt. Xudo xolasa, lekin natija zo'r. Burun ham zo'r, quloq ham zo'r inshaalloh. Bundan keyin ham yaxshilanib boradi eshitasiz. Xo'p? Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat.